hozirgi kunda judayam ko'p bemorlarimiz nima deb keladi? Aka, 2 ta qizim bor, aka 3 ta qizim bor, o'g'ilga harakat. Demak, bitta urug' chiqarganda sredniy erkak kishi 200 millionta urug' chiqarsa, uni deyarli bunday oladigan bo'lsa, 100 million erkak kishi saqlovchi, 100 million ayol kishi saqlovchi urug' bo'ladi. Demak, qaysi birinchi bor yetib borib tuxum xo'jaligiga borsa, o'sha narsa bo'ladi. Ha, hozirgi kunda ko'payib ketgan kitayskiy kalendar deydi, ginekologning har qanaqalari yoki kuzatyapmiz internetda juda ham ko'p hozir даже blogerlarimiz ham bor, shu sizga qilib beramiz, o'shani garantiya beramiz deb. Yo'q, bular hammasi quruq safsata. Iloji bor. Bu faqatgina laboratoriya sharoitida siz urug'ingizni olib, o'rganib, uni ichida XY, ya'ni erkak kishi saqlovchi urug'ni topib, ayolni laboratoriyada tuxum hujayrasi ekib, 2 hafta parvarish qilib, matkasiga tiqib qo'yish. O'sha variant bor faqat. Boshqa variantda ishonmang. Hamma narsa Allohdan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana bitta narsa, ovulyatsiya payti qo'shilsa, erkak kishi saqlovchi urug'lar yengil bo'lgani uchun tezroq yetib borib, farzandni o'g'il bo'lishini ehtimoli sal yuqoriroq bo'ladi.